Xitoy tarafidan Hong Kongga kirishga ruxsat qilinmagan kishilik huquq kuzatish tashkilotining direktori Kenis Ross mazkur tashkilotning 2020-yillik Dunyo kishilik huquq doklatining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti shtabida o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida e'lon qildi. U Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlar qaratgan bostirish va kishilik huquq tajovuzchiliklari haqida to'xtalganda, musulmon davlatlar, Islom hamkorlik tashkiloti va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterresni Xitoy hukumatiga qarshi sukut qilish bilan aybladi. Rossiyani agar Islom hamkorlik tashkiloti Uyg'ur rayonidagi bostirishlarga qarshi Xitoy hukumatiga norozilik bildirgan bo'lsa, Xitoy 57 davlatga qaytarma zarba berish kerakdi. Xitoy iqtisodiy butun dunyo bilan raqobatlasholmaydi dedi. Recklinghausen Ehsan söhbeti gruppasi 14 yanvar kech soat 8 da Sharq Turkiston informatsion markazini ziyorat qildi va muhim suhbat o'tkazdi. Suhbat so'z qilgan guruh raisi Abdulla Kodaman qatnashuvchilarni vahshiy Xitoy zulmining oshkorlanishi va Sharq Turkiston fojiasining kun tartibga ilib kelinishi uchun aniq harakat qilishga chaqirdi. Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdujalil Qarqash yaqinqi yillardan buyon G'arb dunyosi Sharq Turkiston masalasiga ko'ngil bo'layotgan bo'lsa-mu, lekin musulmon dunyosining sukut qilishidan bearam bo'layotganligini aytdi. Sharq Turkiston uchur va madaniyat markazi yoshlar sho'basining boshlig'i Abdusalom Rasul Sharq Turkiston vaziyatini o'z kechirmishlariga birlashtirib so'zlab, Xitoyning Sharq Turkistonda mislsiz bir erki qirg'inchilik va davlat terrorligi ilib berayotganligini, haqiqiy terrorchining Xitoy hukumati ekanligini bildirdi. İstanbul Beyazıt'taki Türk Edebiyat Vakfı binasida o'tkazilgan Sharq Turkistonda nima ishlar bo'lyotidi nomli yig'inga taklif bilan so'z qilgan Aysa Yusuf Aliptekin Vakfı raisi, İstanbul Universiteti o'qituvchisi dotsent doktor Ömerqul, islom va turk dunyosi Sharq Turkiston masalasiga taraf bo'lishdan voz kechib, bo'layotgan zulmlarga sukut qilishni davomlashtiraversa, Sharq Turkiston ikkinchi Andalusga aylanadi dedi. Sharq Turkistondagi kishilik huquq tajovuzchiliklari haqida to'xtalgan Ömerqul, xalqning faqat musulmon va turk bo'lganligi uchun assimilyatsiya va erki yo'qotishga uchrayotganligini ta'kidladi. Amerika prezidenti Donald Trump bilan Xitoy muavin ministri Liu He 15 yanvar Oqsaroyda o'tkazilgan marosimda Amerika-Xitoy tunji bosqichlik savdo kelishimiga imzo qo'ydi. Kelishimga asosan Amerika Xitoy mallariga qo'ygan qo'shimcha tambojni bezni hozircha amaldan qoldirmaydi. Xitoy 2 yil ichida Amerikadan import qilingan mallarning miqdorini 200 milliard dollar ko'paytirdi. Trump Oqsaroyda naq maydondan taqtildigan marosimda so'z qilib, bu kelishimning ahamiyati haqida to'xtaldi. U bugun Xitoy bilan buningdan burun besilmagan eng muhim bir qadamni bosdik. Bu buningdan burungi har qanday bir kelishimidan bakli cho'ng dedi va yaqinda Xitoyga bordiganligini bildirdi. Trump ikkinchi bosqichli kelishim uchun xizmatlarning ishlanayotganligini, lekin uchinchi bosqichli kelishim deydigan bir gapning texnik yo'qligini ta'kidladi. Amerika bilan Xitoy orasidagi savdo urushi Amerika prezidenti Trumpning 2018-yil martda Xitoydan import qilingan bir qism mahsulotlarga tambojni beji qo'shishi bilan boshlangan edi. Germaniya Federatsiya Adliya Mahkamasi sobiq Yevropa Ittifoqi diplomatini o'z ichiga olgan 3 kishi haqida Xitoy uchun josuslik qilish ahdnomasi bilan tekshirish qanoti yaydirildi. Aynak jurnalining xabar qilishicha, Federatsiya Taftish Mahkamasi sobiq Yevropa Ittifoqi diplomati va Germaniya lobby shirkatlariga ishlaydigan 2 kishi haqida tekshirish olib bormoqda. Taftish mahkamasining bildirishicha, Berlin va Brüssel bilan birga Bavariya shtatidagi uy va ish o'rinlarida tekshirish olib berilgan. Komandarlarning erishgan uchurlarini Xitoy Jamoat xavfsizlik ministrligi yetkazganligi ilgari surildi.